Baxtimizdan so'zlaydi hamon qara jinim biz tushgan surat. Nimalarga ko'nmaydi inson yuragida yansa muhabbat. Baxtimizdan so'zlaydi hamon qara jinim biz tushgan surat. Medet bana senin varlığın, mikrin bilen küler bu ağlar. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Bergin kolumni Düşündürme hiç kimge gülüm, benim üçün yalgan dilim. Bu takdirimin sınaklarıdan Tanrı teyli bergin kolumni. Medet bana senin varlığın, mikrin bilen küler bu ağlar. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Dimxonamga tashlasan qadam. Endi do'stimdek gap qilding adash. Abiyam yoqi bir qism gaplarni qilib, ajab qo'rqatding meni. Sana şu gaplar doğru. Sen ben bilmediğin anam ha. Tezginanı tatip tuğumsa asal yoldan çıkıp gitsen. Yo'ldan chiqib ketadigan vaqtlar o'tib ketdi, Mayraxon. Mağdığın yolların aldığında dıxı. Kızın bir yaşqa mı kirmidi o? Qaynapammo, Ildarmo ko'nglimni yasab menga tasalli berdi. Ayta adash, men zodi qandoq qilsam bo'ldi? Diğerlerin rast olsa, ildarga sadık olsa, bu işler asta ızgı düşüyor. Haqqancha quyuq tuman bo'lsa hamon taqab turadi. Ağzını yum. Nomus qilmay qanday kelgansiz ma uyga? Isit. Seni boqqichi, bira hayvonning bolasini boqsamchi. Meni tuqqa onam bo'lg'achqa olimga yetam deganib keldim jinim abba. O'zingning qizini hayvon deysan. Nomus qilsamchi. Demasangmi? Nomusdan o'ladigan o'xshayman. O'lsam murodingga yetasan. Sening hamon bir kun shunda cho'ng balo qazodan birini terib xalqi olam oldida beshimizni ko'taremas qilib yetadiganingga ko'zim yetgan mening. Murodingga yetdingmi, ha? Bizga bundoq ahonatni ko'targandan o'lim afzal emasmi?
Bala kazanı hak derse apa. Onun açığını menden alamsa. Hemen kıgan özüm. Bana kaza termayna diyen adam. O düşeceksin pulunu neymiş öyle saklaysa, ha? Tezini bas, mezini bas, tezini çıkıp oturam ben seni. Bana bakkanға toyğuz ettin o beni. Taşlap koygan pulunu kaytırıp benim o. Yani kanda kısım buldu. Kaydır beni. Leştiğin bandı dexe. Seni bilmeydim. Degene. Ah, yaxna diyen gibi rasma. Gep qil davatı ben. Menden bundan sual sorgıca. Beni uğrup öldürmezsen bu mandı apa. Doğru. Ben Osman bilen bir mezgil arlaştım. Bunu sen bilsen mi? Öz vaqtida şu pulni tashlab qo'yib chiqib ketganda yugurib chiqib beshig'i otmagan gunoh o'zimda. Buni bo'ynimga olaman. Men o'zimga yuz kelmaydigan ish qilmadim. Ildar shig'i tegib qo'yibdi. Shu qasdin bana qarchaplawatdi. Uqdimi apa? U meni yuzimni yaqinlab o'chamoqchi. Sana yalgan ettim, beni aldıqanlarım azma. Yıldarla yüzüge karayamaz kıvettin o beni. Ana bu akınımga toyğuzdun o. Başqalar qarchaplasa ma'qul apa. Endi senmi? Şu tekmetxo'rlarning dumbiqini chilayotsam sen jinim apa? Ha, jinim apa? Dumbiqini chag'izgan. O'zim. O'zingga yaxshi bo'lsa, uning dumbiqini toza chal. Men bu dumbiqning ovozini anglamaydigan yerga ketay. To'xta. Hek varsa. Nega boradim apa? Ma ishimdiga. Olimga yetidiga. Shu erim bilan uni otasining yiniga borma apa. Vay vapasız. Bizden ada juda bulay depsen. Ada juda bulay deyotgan men emas apa. O'zi. Dadimni et qilib kelsam. Yuragimni
Sen bağrı taşlap yürgen şu kuyumcan akamçılık mı bulmuşsam? Ben ketmeyi kandak kalıver. Qara qizim. Qancha bo'lsin va ishlar qilmasin. Xalqning oldida o'zim qancha aqlsam, sen tushunmaydi. Sana çaplangan töhmetten çocuğu ahkırgıcı kutulamaysa. Şunu içine ben, şunda değmen şendin mi? Benim balam iş kıp koysa, buna ötküzgen bolsa, kutulurum lan. Ki oğlumның yüzüge qanday qaraman deb korktum. Şunu açıkımda. Bu ne dep sandım. Bak. Herkes yaman ayın demez. Dadammış ikimizle geç gündüz hemsilerde. Bu dünyada bizden silerden başka neyimiz var? Hemmeden ağzı şu geldi. Uşkumuzla bunda siyah düşündüğümde kattı oylap bakıp geldi. Aynı 15 karango, 15 uğrak diyen rast kepken de. O işhansıga ekrivagan işki setan mı? Nana degen naynaktan hiç kanda kılışmaydı. Karaptı. Sodi degenni endi kılıdı Pulat. Odamlar neymiş qo'shda ap qo'shdi gaplarga omroqdi deyman. Tönögün şirketlik bir mal taqatquchimandan bosh direktorning yiliq kelinini tunimsiz degandi. Qaysi kelin deysiz? Farida odam demsiz desam, yo'q, yiliq Nana degan kelin deyapman deydi deyna. Salih o'xshashlar bu gaplarni anglab qolsa, chang tutulib birini o'n qildi degan Arzugul. O'tganda bizning beshimiz kelgan kunlar, endi Nadira odamning beshiq kelyotdi Shirin. Töhmetning odamni qanchalik azoblaydig'ini bilsan, qo'dash. Ya ko'chaga chiqib kishilarga men unda pastkash odam emasdim degili bo'lmasa, yo berib pitnixo'larning og'ziga qulib sog'ili bo'lmasa. Töhmet degan yaxshi odamlarga soyadakli ergishib yurdigan o'xshaydi Arzugul. Shirkatdan ketayli deb o'ltirganda Farida odam bilan Nana odamning kelib bizga qanchalik madad berganligi insonda Arzugul. Uni qanday unutib qolg'ili bo'ldi odash. Nadira adam hozir töhmet kuchirayotganda bizmi beshimizni ichimizga tiqib o'ltirib olmayli. Ko'nglimdagidek gapni qilding adash. Odamgarchilik degan dal mushtaq chaqda bilinadi. Nadira odam shu topda qanchalik azoblanayotgandi degina. Nima bo'ldingiz? Nega borsiz? Sizlar to'y qilmay turib,
beshinglardan nurg'un issiq so'qoqlarni o'tkazinglar singillarım. Salih degan yeliqi insofsiz dilinglarga qattiq azor berdi. O'z vaqtida men bu sizlarga az qopliq deb berdim. Shularni o'ylasam, hozir tatiyotgan shu azoblarim azmikinmi deb qolaman singlim. Nima deydigan siz ada? Bizning beshimizga ig'ir kun tushganda sizlarning qilgan yordaminglarni o'ylasak, o'zimizni sizlarga qarzdordeklar his qilamiz. Biz sizlarga qancha yaxshilik qilsaqmi arziydi ada. Sizning töhmet kuchurg'uningizni anglab, tuni-kun kecha hech ko'zimizga uyqu kelmadi. Ömrümde bunda xo'rliqqa, bunda ahanetga uchrab baxmabdi ekanman. O'z vaqtida sizmi bizning xo'rliq uchirganimizga chidamay holimizga yetgandingiz edi. Töhmet kuchirgan dastlabki kunlarda bizmi nima qilishimizni bilolmay tugishib ketgandik. Turmushimizda shu qorong'u kunlar o'tib ketdi-ku. Töhmet deganing umr shunchalik ekan-ku. Siz nima ish o'zingizni buncha qiynaysiz? Ko'nglingizni yerim qilmang edi. Bu ko'ngilsiz kunlar o'tib ketadi. Siz undaq degan bilan singlim. Töhmet deganning azobiga chidag'ili bo'lmaydi ekan. Nomus qilmasdan ig'izdan qandoqmi shundoq gaplar chiqqandi uning. Qandoq qilib uni bilan tanishib qolgan bo'g'oydingiz edi. Ajabmi eski nima ekan u? Bundaq gap taqitib yurib, atugin bir ig'ir oqibat kelib qolsa qandoq qilaman deb o'ylab boqmaganmidi u? Men uning bilan tanishgan chaqda uchishni bilib, tushishni bilmaydigan sadda, nadan, ahmoq qiz edim. Muhabbatning nima ekanligini ancha tushunmaydim. Turmushga o'yin qatorida muomala qilardim. Şoň Osman mening mushu ajizligimdan foydalanib ketdi. Sizning müşahidligingizni bilardim. Ben kızımızla sözleştim. Kızımız bizning yüzümüzni dökadigan hech qanday ish qilmabdi. Kızımızga ishining. Mening mushkunga qag'inim dal o'zimning dunyo xumarligi. Dunyo xumarliging nimsiz? Singlim. Men shu chaqda pul bilan zibu-zinnatlarni ko'rsam, xudimni yo'qotdim. Dal mening mushundaq dunyo xumarligim oxiri meni yerga qaratdi. Siz Ildar akam bilan muhabbatlashib to'y qilgan-ku? Ildarg'u meni pek yaxshi ko'radi. Shu an mening jiq eg'irimni ko'tarib ketgan. Qaynotam bilan qaynopamning oldida qilgan adabsizliklarini o'ylasam, nomusdan yerga kirib ketgandek ketman. Sizlardan yushirmayman singlarim. Ularning samimiyligi, oq ko'ngilligi, abujonligi meni o'zgartdi. Burun men erkin aynoq, beparvo, ushuq qizdan eri bilan farzandiga kuyindigan, oilasini qadrlaydigan bir onaga aylandim. Oila degan bir maktabga. Oila bilan muhabbatning sinoqlari oyoqlashmaydi ekan singlim. Ildar bilan ishimiz har kuni degandek shu sinoqlarga duch kelyapmiz.
Sizlarga uduqmayla ötüp gitadigansizlar undaq sınaqlardan Nadirədə. Bizning o o'tamaydigan vaqtlarimiz bor singlim. Men to'ydan burun oila degan nemish ekanligini bilmaydim. Hadi siz degan oila degan fikrni bizim sizga o'xshash yuzakil tushunamiz. Men burun uy tozlashnimi, kir yuvishnimi, tomoq etishnimi, mehmon kutishnimi bilmaydim. Qasdtanlik emas, balki bilmasligimdan shunday qilgan. Hatta bularni ortiq ishlar deb o'ylaydim. Bol beqish deganlarni uxlab tushimga kirmaydi. Ata ana öynün çirigi Küyü, küyü, küyü Tügel pirigi Ata ana öynün çirigi Küyü, küyü Tügel pirigi Perzentinin sangan